har gal bu qutlug' dargoh ostonasidan qadam bosib kirar ekanman. Shundaygina kiraverishdagi qanday sehring bor ekan maktab yozuviga ko'zim tushadi. Zotan maktabda o'zgacha bir sehr borligini hammamiz hamisha bilib turamiz. Shu yerga kiriboq yuragimiz boshqacha urayotganligini, vujudimizni o'zgacha bir his hayajon chulg'ayotganligini sezamiz. Bu balki ilk bor o'zligimizni shu yerda taniganimizdandir. Balki eng sodiq do'stimizni shu yerda topganimizdandir. Bu balki ilk beg'ubor va bejavob sevgiga shu yerda asir bo'lganimizdandir. Bu balki bolaligimizning eng shirin, eng aziz onlari bir umrga shu yerda qolgandandir. Har qalay bu savolga hozirgacha javob topganim yo'q va boshqalar da shu paytgacha javob topishga ojizlar. Balki bu javob navnihol o'quvchilarning ko'z yoshlaridagi mana bu nuqradek tomchilarda aks etgandir. Axir maktab bilan, ustozlar bilan xayrlashmoq osonmi? Aziz ustoz, mehri ummon, qalbi osmon muallim, sizning yorug' va charog'on ko'zlaringizda Alloh bergan pokiza bir nur, betakror bir shuur, tengsiz bir ziyo porlaydi ustoz. Yuzingizda nuroniylik, mehr, sehr bor. So'zlaringizda dunyolar sehri, olamlar mehri bisyor ustoz. Siz bizni deb uzun tunlarni tonglarga bedor ulaganingiz, bizni deb o'z oromingizdan voz kechganingiz, rohat va farog'atni emas, zahmat va mashaqqatni tanlaganingiz rost muallim. Bugun boshimiz quyi, qo'limizda anvoyi gullar bilan huzuringizga kelmoqdamiz aziz ustoz. Siz uzun tunlarni tonglarga ulab, bizni deb umringiz o'tib bedor, onadek beozor, mayin erkalab, koshingiz hali ko'p qilar umor. Olamda umrlar turarkan sobit, tog'lar turarkan osmonni o'pib, shogirdlar kelurlar, gullar ko'tarib, ustozning poyini ming tavof etib. Sizga dunyo zari havasmas biroz, siz bizga eng aziz, a'lo, muqaddas. Rostlik, to'g'ri so'zlik faqat sizga xos. Biz sizga ming yillar qilamiz havas. Ko'ngillar mehriga yo'g'rilgan bu gul, sizga bor mehrimiz etib payvasta. Oradan shuncha yil o'tdi-yu bugun biz ham ulg'ayibmiz. Qarang bir asta. Bu gullar nimanish? Sizga dunyo kam, sizga fido mudom jon u qonimiz. Ishoning, o'tmaydi aslo sira ham sizni eslamasdan biror onimiz. Ustoz deganimda aziz, muqaddas, ul munis chehrangiz bo'lur namoyon. Sizga bul tutganim gul emas havas. Ustozlar, biz sizga maftunmiz junon. Quyoshga o'xshaydi sizning mehringiz, sarhadsiz, behudud ulkan bir ummon. Ustoz, bilmam sizning qanday sehringiz, ko'zlarga bas etib ko'zgudek jahon. Mehri daryo, qalbi dunyo muallimlar,
ayyomingiz muborak bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog' omon bo'ling. Bayramingiz yana bir bor qutlug' bo'lsin azizlar. Bahorning quyosh nur sochgan go'zal kunida mana tugab ham qolibdi maktab yillari. Qalbni yig'latib jaranglar so'nggi qo'ng'iroq. Nahot maktabim ketaman bag'ringdan yiroq. Eslaysizmi sinfdoshlar qanday sho'x eding. Darslarga ba'zida kech qolib kelar edik. Barchasini hozir eslab aytib bo'lmaydi. Birga o'tgan kunlarimiz qaytib kelmaydi. Oxirgi qo'ng'iroq, maktabda o'tgan yillarni yodimga solar. Oxirgi qo'ng'iroq, xotiramda bir umrga jaranglab qolar. Oxirgi qo'ng'iroq, maktabda o'tgan yillarni yodimga solar. Oxirgi qo'ng'iroq, xotiramda bir umrga jaranglab qolar. Kechagina qalam tutib qo'llaringga unson berdilar hayot so'zin xato qilmay yoz. Sho'xlik qilib ba'zan